Hosilaga 200 ming bo'lgan, lekin hozir narxi 185 mingga tushirilgan hovlini ko'rsataman. Qayerda desanglar, Yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida joylashgan, shundoq Medgradokka nariga betida joylashgan. 1 yilga bormadi deyaptilar yashaganimga. Uy почти yangi ekan. Bu yoqda bitta hojatxona tashab ketilgan. Uyimizning podvalga tashqaridan tushamiz, to'liq podval ekan, chernoy bo'lib turibdi va ichlarida remontlar polni bitgan, faqat pustoy qilib topshirilyapti. O'shaning uchun narxini tushirdilar. 5 ta xona 250 kvadrat nari beri oshxonaga отдельно kiradigan eshigi bor va bu yoqdan asosiy eshigiga kiramiz. Hovlisi lekin rosa keng ekan. Ozgina rasxodi bor uyi, tan olish kerak. Fasadi ichida ozgina mebel-sebellarga rasxod qilasizlar, lekin lokatsiyasi zo'r ekan haqiqatdan. Hamma kommunikatsiyasi bor. Hop, sizlarni ko'p kuttirmasdan, qani ketib ko'ramiz. Sizlar bo'lsa videoni shu atrofdan yaxshi uy qarayotgan tanishiga jo'natib qo'yinglar. Sraz aytaman, uyimiz pustoy holatda topshirilyapti. Ya'ni hamma ko'rib turgan steroidli narsalardan boshqa hamma narsa olib chiqib ketilar ekan. Ya'ni kelganlar o'zinglar kelishib olasizlar, lekin bizga yetishdi, shu hamma narsa olib chiqib ketiladi. O'shaning uchun ham narxi shunaqaga tushdi deyaptilar. Hop, kirishimizda katta hol qismi, tepada ham katta hol qilingan. Общий xona soni 5 ta, 250 kvadrat nari beri deyaptilar. Bu oshxona qismi. Kir mashina ishlamaydi dedilar va buni olib chiqib ketaman dedilar. Atak stroyni mebellar qoladi. Oshxonaga kirib chiqish uchun отдельно eshik ham qilingan. Lekin potoklar rosa baland qilingan ekan. Zo'r. Bu yoqda katta zal qismi. Buni oynalari orqa hovliga qaragan, havolanish uchun orqa hovliga tashab ketilgan. Hop, birinchi etajda spalnya. O'zini ichida sanuzul bilan bu yoqda adashmasam vanna qilingan. Hop, bu ham mebel ham ketadi. Xullas, pustoy topshiriladi. Birinchi etajni ko'rdik, ketdingizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib ketamiz. Ikkinchi etajni tez ko'rib ketamiz. Hop, chiqorish ikkinchi etajda bizda kattagina hol qismi. Bu yo'zi mягкий zona uchun mo'ljallangan joy, дополнительный. Hop, birinchi spalnyani ko'ramiz. Bu spalnya ichida o'zining sanuzuli bor. Shu aytganimdek, hamma narsa olib chiqib ketiladi. Uy pustoy holatda topshiriladi. Shuning uchun ham hozir bu uy narxi tushirildi. Hop, bu yoqda okamgirlar detskiy qilib qo'ygan ekanlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Katta xona. Bu yoqda yana bitta spalnya bor. Buni ham ichida o'zining sanuzuli bor. Bu ham как типа master spalnya desa ham bo'ladi. Videoda tanishib jo'natib qo'yinglar. Lokatsiyasi yaxshi. 16 yillikni betonkaga eng yaqin lokatsiyalardan bittasi desa ham bo'ladi. Hozir mana sizlarga oynadan ko'rsataman. Mana yangi qurilayotgan торговый center. Bu yoq уже betonkaning yo'li. Bu yoqdan ham yaqin yo'l ochilyapti yoki shu Bunyodkor mahallasi, ya'ni arkadan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Telefon qilinglar, любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Narxini 185 ming srochun chiqarilyapti, o'zi 200 ming bo'lgan. Tanishib videoni jo'natib qo'yinglar, bizdan kuzatishga e'tiborchi rahmat. Sog' bo'linglar.